Mana biz ishni boshladik. Xullas o'ttiz oltita modul bor ichida. Bunaqa ko'tariladi. Shu tomga qilamiz. Bu tom mana shunaqa mollarni joyi ekan, molxona ekan. Molxonani tepasiga quyosh batareya o'rnatamiz. Kranimiz ham kelgan, bizning mashinalar kelgan. Birinchi qiladigan ishimiz mashinada kelamizda, tashlaymiz, batareyalar zarga qo'yamiz. Keyin yuklarni olamiz tepaga. Joy-joyiga olib, keyin tarqatib, xullas tikka qilib, ustachilikka o'xshagan ishda. Mana. Uje kran ko'taryapti yukni. Bittasining og'irligi 1 tonna keladi. Taxminan. Bitta naqamiz 30 kilo atrofida-da. Bitta bunaqa panel. Mana bu yoqda uje o'lchab, qaytga unaqa ustun bo'lib tushishlari hisoblanyapti. Keyin orasiga yukni olamiz-da. Qurishni boshlaymiz. Hali temirlari pastda ekan, mana temirlari oldin kelgan ekan. Mana bu yerda tok anaqa bo'ladi. Batareyadan tok bo'lib keladi, shu yerdan chiqib ketadi tashqariga. Mana stalbalarga ulab yuborishsa kerak. Mana oldin nariyoqqa qilib ketuvdik. Davomi bo'lyapti. Mana buni qilib tagiga saqchiga o'xshagan narsa yopishtiramiz. Suv o'tmasinga, ustidan kelgan o'sha samarez, uzun katta samarezlar qoqiladi. Mana briket, mana temirlar ushlaydi. Xullas mana bu ko'rinishda bo'ladi-da, qisqacha aytsam, shu ko'rinishda bo'ladi. Bundan ko'ra sal balandroq bo'lishi mumkin, chunki quyosh soya bo'lib qolmasligi uchun oldidagi tomga nisbatan orqadagi tom sal balandroq bo'ladi. Mana buni qilib yuk olyapmiz. Bundan keyin buni ustiga keyin temirlarini olamiz. Temirlarni ham olyapmiz. Kiramizni uzoqqa qo'yolmayman deyapti. Iloji mana shekka olinadi. Uje tarqatyapmiz. Mana abad bo'ldi, soat 12 bo'ldi. 12 gacha shuncha ish qildik mana. Yuklarni oldik, tarqatdik. Mana pastlar deyarli qatirban bo'ldi. Qatirban bo'ldi tagini mana. Mana shu yerlarda silikon dariga suv o'tkazmaydigan narsa qo'yamiz. Mana shuncha. Abaddan keyin qolgan ishlarni qilsak, ertaga kelib mana qilib modulni yopamiz. Ularni ochib, shunaqa qilamiz. Hozir endi abad qilamiz. Aleş. Kalma ne dedi mi? Mana shu abiddan keyin joyiga chiqildik. Soatimiz ham 4 ga yaqinlashib qoldi. Soat 5 ga yaqinlashganda ketamiz. To'g'ri kelmagan joylar teshiladi. Bundan keyin suv o'tmasiga qilib silikon qilinadi. O'sha suv kirgizmaydigan.